U zot alayhissalatu vassalom tamom harf tanimagan edilar. Lekin u kishiga kelayotgan birinchi vahiy qanday bo'lyapti? O'qi. Rasul akram alayhissalatu vassalomga ushbu vahiy kelgan paytda Jabroil farishta payg'ambarimizni har gal qisib o'ziga tortib, qattiq qisib qo'yib yuborib, yana o'qi degan. Ulamolar mana shu hodisani hikmatini aytadilar. Rasul akram alayhissalatu vassalomni farishta o'ziga tortib, qattiq qisib qo'yib yuborib, keyin o'qi deyishlari bu u zotni vahiyga tayyorlash edi va ilm mashaqqat bilan bo'lishini uqtirish edi. Ilm yo'lida mashaqqat bo'ladi. Ilmni hosil qilishda o'ziga yarasha qiyinchilik bo'ladi. Hamma rohatni joyiga qo'yib ilm hosil qilinmaydi. Farishtalar bilan odamning o'rtasida nima taqqoslandi? Ilm. Lekin Odam alayhissalomga Alloh buyurdiki, sen borib farishtalarning oldiga borib, ulardan salom alikni o'rgan dedi. Qarang, o'zi Odam alayhissalomga farishtalarga bermagan ilmni berdi. Lekin salom farishtalarda bor odat edi. Ulamolarimiz aytadilarki, mana shu joyda Alloh odamga o'rgatyapti. Ilm olish uchun qadam bosib boriladi, harakat qilinadi va mehnatga yarasha baraka va demak fayz, futuh, istifoda bo'ladi.